Bu mashinadan o'zi shaharda bor yo'g'i 2 ta donada. Bittasi bo'lsa aslan sotuvga keldi, ikkinchisi hali sotuvga chiqmagan. Mini Countryman bor, 4 teshikli, yillar 2011-yil 179 ming kilometr yurgan. Uni hadeb ham o'z sotuvga chiqolmay, sotuvga chiqsa ham bittada sotilib ketadigan ishqibozlar rosa ko'p bo'lgan mashinadan bittasi hisoblanadi. Xo'p, egalarning ichi bo'yicha kapotida kraskasi bor deb olgan edim, zotlar, lekin hozirda tekshirib ko'rdik, kapotda kraska topa olmadik. Bitta ustilar bilan kelib ko'rsatib tekshirib olishinglarni tavsiya qilamiz. O'ziga yarashadigan Michelin balonlar bilan 18 razmerli diskalar taqdirib qo'yilgan, oldlariga adresli usunov qildirilgan, tomlari qora, salonlarning holati ham idealniy holatda bo'lib turibdi. 179 ming yurgan mashinaga umuman o'xshamaydi. Motor, ходовой korobkalarida umuman kamchiliklar yo'q. 1.6 объемli atmosferli motor bo'ladi. Orqa salonlari ham yaxshi. Bunaqa jat tor emas. Narxi ham zo'r. $16,500 baholandi. Past nomerni qoldirib qo'yamiz. Egalar bilan aloqaga chiqib, o'zingiz savdolashib kelishib, barakasi qolsanglar bo'ladi. Lekin aytganingizdek, haqiqatan sotuvga chiqolmay chiqsa ham bittada sotib ketadigan mashinadan bittasi. O'shaning uchun aloqaga chiqishga shoshilasiz.